Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Qashqadaryo viloyati Kitob tumani Javuz qishloq dorivor o'simliklari. Bugungi kundagi o'simlik dorivor ismi dalachoy. Rus tilida zivroboy ham deyiladi. Dalachoy qir adirlarda joylashgan bo'lib, balandligi 30-40 santimetrcha chiqadi. Dalachoy iyun-iyul oylarida pishadi. Dalachoyni 10 grammini 1 litr suvga damlab, kunida 3 mahal bir piyoladan ichilsa bo'ladi. Shifobaxshlik xususiyatlari: og'riq qoldirish, siydik haydovchi hisoblanib, bilmagan odam bilgan odamlardan so'raydi. Doktorlar tavsiyasiga ko'ra kam-kam iste'mol qilsak bo'ladi.